Lotus Ultra mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinani pultiga mana shunaqa skromniy silikon chexol qilib berganmiz. Hop, bundan tashqari dvorniy suv qo'yilgan joyiga imino lisanni o'zini original filtrlarni qo'yib berganmiz. Hop, ancha kerakli bo'lgan aksessuar. Boltlarning ustiga nakladkalardan ham qo'yib berganmiz. Hop, bu yog'iga keladigan bo'lsa, mana bu karmanga silikon qo'yib berganmiz. Hop, mana bunaqa ochki futlarlarimiz yetib kelgan. Lisanni o'ziniki, firmenniy, sifatlari juda yaxshi. Hop, MagSafe organizer, silikon stakan, silikon bartiga, hop, remenni kelgan qo'yib berganmiz. Stoykadagisiga ham bo'ladi. Hop, mana pedaliga ham nakladkalar qo'yib berganmiz. Va albatta juda kerakli bo'lgan aksessuarlardan biri deflektor bilan motor ustiga nakladkalarni qo'yib berganmiz. Ikki taraflariga sifatlari juda yaxshi. Va albatta bizga yengillik kelgan. Mana bu hedap ustiga ham zashitka olib kelib qo'yganmiz. Sifatlari juda yaxshi. Artikanda hedaplar qirilib ketmasligi uchun juda kerak bo'ladigan aksessuar bu. Hech qanaqa taqillab ovozi chiqib qolmaydi. Sifatlari juda yaxshi. Sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi nalichida bor. Bemalol Uzib Store'ga murojaat qilaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.